Toshkent xalqaro aeroportida nima bo'ldi? Chechenistonning elita bo'linmasi Ukrainaga qaytdi. Qodirov. Toshkent yopiladimi? Ichki ishlar vazirligi rasmiysi izoh berdi. Vladimir Putinning O'zbekistonga qachon kelishi aniq aytildi. Qashqadaryoda bog'chadan chiqib ketgan bolani Afrosiyob poyezdi urib ketdi. Ukrainaning 2 viloyati to'liq, 3tasi qisman svetsiz qoldi. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Darvozalarni o'zingiz xohlagan o'lchamlarda va dizaynlarda buyurtma berishingiz mumkin. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Narxlar 1 metr kvadrat uchun 570 ming so'mdan boshlab 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 535 70 70. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApp va imo mavjud. Hoziroq bog'laning va qulay narxlarda xarid qiling. Toshkent xalqaro aeroportida nima bo'ldi? 11 sentyabr kuni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida sodir bo'lgan kichik yong'in barcha aviakompaniya mijozlariga noqulayliklar yaratdi. Uzbekistan Airports Holding mahsuloti cheklangan jamiyat direktori Umid Hamrayevga ko'ra, ertalab soat 10:30 atrofida tutun chiqqan va yong'in tezda bartaraf etilgan. Aeroport binosiga faqat soat 17:00 dan keyin kirishga ruxsat berilgan. Bir savol tug'iladi: nahotki kichik yong'inni bartaraf etishga 8 soat kerak bo'lgan bo'lsa? Ijtimoiy tarmoqlarda yo'lovchilar vaziyat bo'yicha aeroport vakillaridan hech kim ma'lumot bermaganligidan shikoyat qilishgan. Natijada tarmoqlarda ko'plab negativ fikrlar yig'ildi. Soat 10:30 dan boshlab ko'chada turdik. Odamlar bilan gaplashishga hech kim chiqmadi. 3 soat deyarli aeroportda o'tirdim. Voqeani tushuntirib beradigan vakil yo'q. Hech kim suv ham bermadi. Bardak. Biz bu jahannamdan o'tdik. Endigina samolyotga chiqdik. Yong'in sodir bo'ldi. Shuning uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan aeroport qisman quvvatdan o'chirildi. Nega zaxira elektr manbai yo'qligi aniq emas. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga birinchi qavatdagi transformator podstansiyasida joylashgan uzluksiz elektr ta'minotining qisqa tutashuvi sabab bo'lgan. Qisqa tutashuv oqibatlarini bartaraf etish hamda voqea joyida ishlayotgan xizmatlar xodimlarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida aeroport terminalini ma'lum muddatga elektr energiyasidan uzib qo'yishga qaror qilingan. Toshkent yopiladimi? Ichki ishlar vazirligi rasmiysi izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda 12 sentyabrdan 13 sentyabrga o'tar kechasi soat 12:00 dan poytaxt Toshkent shahri va qo'shni viloyatlarga kirish yopilishi haqida xabar tarqaldi. Bunga ichki ishlar xodimining shaharlararo qatnovchi haydovchilarni shu haqda ogohlantirgani aks etgan video sabab bo'lgan. Xususan, xodimlar Abu Sahiy savdo majmuasi yonidagi haydovchilarni shu haqda xabardor qilgan. Yo'llarimiz yopiladi, qachon ochilishi aniq emas. Shuning uchun sekin-asta uylaringga ketinglar. Toshkent shahrida stoyankalar yopiladi, ko'chalarga chiqib mashinada uxlab qolib yurmang, deb ta'kidlagan yo'l patrul xizmati xodimi haydovchilarga. Qalampir.uz vaziyatga aniqlik kiritish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohroq G'iyosov bilan bog'landi. Rasmiy vakil poytaxt yopilishi haqidagi xabarlarni rad etgan. Toshkent yopilishi haqidagi xabarlar noto'g'ri. Videodagi xodim kim ekanini aniqlaymiz, holatga aniqlik kiritamiz, deb ta'kidlagan G'iyosov. G'iyosovga ko'ra, video tasvirlarda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Samarqand shahrini aylanib o'tish yo'llarini tushuntirish ishlari aks etgan. Chechenistonning elita bo'linmasi Ukrainaga qaytdi. Qodirov. Checheniston Respublikasining elita bo'linmalari taqdim etilgan dam olishdan so'ng deputat Adam Delimxanov boshchiligida Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya zonasiga qaytdi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zining Telegram kanalida ma'lum qilgan. Hurmatli birodarim, Rossiya qahramoni, Rossiya Federatsiyasi Davlat dumasi deputati Adam Delimxanov Checheniston Respublikasi bo'linmalariga boshchilik qilib, Ukraina va Donetsk Xalq Respublikasi hududida maxsus harbiy operatsiya topshiriqlarini bajarishga kirishdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Mariupol, Severodonetsk, Lysychansk, Popasna va boshqa shaharlar ozod etilganidan keyin elita jangchilari ta'tilga chiqqan. Hozir esa ular oldingi chiziqqa qaytdi. O'tmishda men sizga yaxshi xabar kuting deb aytgandim va mening so'zlarimdan keyin siz ularni doim olgansiz. Hozir ham sabr qiling va jangchilarimizdan oldingi chiziqdan ajoyib natijalarni kuting. Ular albatta bo'ladi, deya xulosa qilgan Qodirov.
Qashqadaryoda bog'chadan chiqib ketgan bolani Afrosiyob poyezdi urib ketdi. Qashqadaryoning Koson tumani hududidan o'tgan temir yo'lda Afrosiyob tezyurar poyezdi 4 yoshli bolani bosib ketgani aks etgan video tarqaldi. Qashqadaryo Maktabgacha ta'lim boshqarmasi ushbu xabar yuzasidan xabar qilib, uni yana o'chirib yubordi. O'chirib yuborilgan xabarga ko'ra, mazkur voqea 9-sentyabr kuni soat 15:33 da sodir bo'lgan. Koson tumani Qo'ng'irtog' mahallada yashovchi 2019-yilda tug'ilgan A.T. 8-sentyabr kuni hududdagi oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga olib kelingan. Voqea sodir bo'lgan kuni A.T. ikkinchi kuni bog'chaga kelishi bo'lgan. Uning hali yo'llanmasi bo'lmagan. Kunning ikkinchi yarmida A.T. nazoratsiz qoldirilishi natijasida bog'cha hududidan chiqib, yaqin oradagi temir yo'lga borib qolgan. Poyezd yo'lga chiqib ketayotganida Afrosiyob yuqori tezyurar elektropoyezdi uni urib ketgan va olingan jarohatlar oqibatida bola vafot etgan. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Putinning O'zbekistonga qachon kelishi aniq aytildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin 15-16 sentyabr kunlari Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand shahridagi sammiti doirasida tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati xabar qilgan. Qayd etilishicha, O'zbekiston va Rossiya yetakchilarining muzokaralari kun tartibidan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalari o'rin olgan. Alohida e'tibor sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, hududlar va ishbilarmonlar o'rtasidagi aloqalarni faollashtirish, qo'shma iqtisodiy loyihalar va gumanitar dasturlarni ilgari surishga qaratiladi. Shu bilan bir qatorda davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashadilar. Prezident Vladimir Putin, shuningdek, Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi tadbirlarida ishtirok etadi. Ukrainaning 2 viloyati to'liq, 3tasi qisman svetsiz qoldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning bir qator mintaqalarida elektr energiyasi o'chirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bu haqda o'zining Twitter sahifasida ma'lum qilgan. Xarkov va Donetsk viloyatlarida elektr energiyasi to'liq, Zaporojye, Dnepropetrovsk va Sumy viloyatlarida qisman uzilgan. Zelenskiy idorasi rahbari o'rinbosari Kirill Timoshenkovning aytishicha, keyinroq Sumy, Dnepropetrovsk va Poltava viloyatlarida elektr ta'minoti tiklangan. Qayd etilishicha, Xarkovda elektr energiyasidagi uzilishlar tufayli metro harakati to'xtab qolgan. Bundan tashqari, Ukraina temir yo'l poyezdlarining kechikishi haqida xabar qilgan. Poltavada esa elektr quvvati uzilishi tufayli bir nechta trolleybus yonib ketgan.